180 kun to'ksiz kechqurun rangli ko'rsatadi. Ham mikrofon, ham kolonkasi bor. Izvis EB5 unpacking. Sakin kompaniyasidan bugungi obzorimizda Izvis brendiga tegishli EB5 modelimiz. Bu modelni sizlarga obzor qilishimizga 5 ta asosiy sabab. Birinchisi, bu kameramiz quyosh paneli o'zida vстроенный. Ikkinchisi, bu kameramizning batareykasi bor. Bu batareyka 10400 mAh. Bu quyoshni 2 soat ko'rsagina 180 kun sizlarga bemalol ishlab beradi. Uchinchisi, bu kameramizning ham kolonkasi, ham mikrofoni bor. To'rtinchisi, bu kameramiz 8 megapiksel, ham kechqurun rangli ko'rsatadi. Beshinchisi bo'ladigan bo'lsa, chizuv chizib qo'ysangiz, bu odamni пересечениясini yoki mashinani ajratib beradi. Bu nima funksiya? Sizlarga уведомление keladi. Ya'ni любой joyda narsa qimirlagan emas, именно chizib qo'ygan chizg'ilardan yo odam yo mashina o'tsa, sizlarga уведомление keladi. Agar sizlarga ham shunaqa foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.